Hamid aka nima chaqirdingiz? Nima yengil? Vo! To'xta. Bugun internetda portlatamiz. Rost egasini portlatamiz. Yengilikni dodasi. Aka, bu bo'lgan-ku, nima qilasiz odamlarni aldab? To'g'ri, bu bo'lgan, lekin bugungi narx aniq bo'lmagan. Esingizda bo'lsa, Cobalt bakoyini ochilib yopiladigan powertini qilganimizda sensatsiya bo'lgan edi. Prosmotrlar oshib, direkt sol javoblarga to'lib ketgan edi. Okey, necha pulga qilib berasiz, necha pulga qilib berasiz? $220 arzon chiqmagan edi. Eng arzon hisoblaganimiz, lekin ko'pchilik okey, yo'qdi, puli sal og'irlik qilyapti, narx tushib qolarmikin degan okalar, video sizlarga. Bu yengichasi Umid. Oldin faqat powertin yonardi, endi hozir DXO'si ham yonadi. DXO'si ham bor-ku, takoy yonadi. Ana qara. Vo'no linanikiga o'xshab yonar ekan-a? Dodda yonadi. Buni ochilib yopilishiga nima deysan? Takoy Cobalt ham inomarka bo'lar ekanda, aka? Ha, ukam, oldin shu narsani $220 dan arzon qilmaganmiz. Mana shu narsani nechta pul qilib bering? Aka, menimcha 150-140 lar aka zo'r ketadi. Zo'r ketadi. Ramazon munosabati bilan okey, $100 ga foydalaning, bosing. O, gap yo'q, bratan, mujiksiz. Ko'bilchi bratan, mana endi bu narsani qo'ymasangiz okey, odam podanmas ekansiz. Shuncha mehnatni qadriga yetmagan bo'lasiz. O'zbekistonda Cobalt ko'p bo'lganda, bu prosmotr ko'p bo'lishiga Xudo xolisa ishonamiz. Okey, Ramazon oyidan foydalaning. Yangiliklarni dodasini qilishda davom etamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasa, videoni okey, Cobaltchilarga tez jo'natamiz.